Men bu o'ynayman bilmasda. Hozir bog' quramiz, uy quramiz, kelib albatta uzr so'raydi ekstrobet. Ko'pga biz videoga ketdik. Qani bo'lmasam go. Va bular endi biz qasm ish bor. Yo'qol. Yo'qol sangchi. Har xil narsalar deyapti. Kim buzyapti bu? Ama bu bir taraf. Qo'ysangchi. Men o'zim o'ynamoqchiman. Bu ahmoq esa o'ynashga qo'ymayapti. Endi bu do'sti qo'ydi shekilli. Bu do'sti ko'rinmas do'st. Ko'rinmaydi. Krisa chiq. O'xshasammi? Bo'lmasa men o'rtashiyman Minecraftda. Bular men uchun cho't emas-u, bilasizlar. Yoki bilmaysizlar. Ha, deganman. Biz hozir tong qilishimiz kerak. Endi nimaga bosdim? Tanday. Buni buzishga oson emas. Hali men endi o'ynaganimda nimaga shu chiqadi? Day bloklardan o'tdik, u somon bizga ancha kerak bo'ladigan blok. Sizlarga ham somon kerak bo'lsa, hamisdagidek mening Telegram bot kanalimda bo'ladi. O'ynab nasl qilib o'ynaysizlar. Juda qiziqarli. Menga ham bu juda yoqadi. Chunki qiziqarli-da. Sizlarga ham yoqsa komment yozib obuna bo'lasiz kanalga. Chunki biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Va men ozgina o'ynab yubordim, chunki o'ynab o'tirganimda birdan ukam kelib qoldi. Shuning uchun men videoni to'xtatishga kerak bo'ldi. Va ishimni qilib yana o'yinga qaytdim. Xullas, endi biz bloklarni buzishni boshlaymiz. Boshqa ham nima qilardik? Go. Kanalga obuna bo'ling shunday. Obuna bo'lyapman. Obuna bo'l. Mayli, men uchun emas, cho'chqa uchun obuna bo'ling. Men uchun emas, cho'chqa uchun. To'g'rimi cho'chqa? Ovoz bor bo'ldi. Gapir. Men ovoz qilib qo'yganman-u. Hozir buni to'g'rilashning bitta yo'l bor. Qani bunda menda yo'q, audio. Bo'ldi. Gapir. Hozir chiqdi, ana obuna bo'lyapti. Bu cho'chqa samda obuna bo'l degan. Sizlar bilmaysizlar, faqat buni men bilaman. Chunki men cho'chqa tildi. Juda ko'p vaqt berdim. Mayli, hasil. Ammo shunda ham bu obuna bo'l deyapti menimcha. To'g'rimi cho'chqa? Hadi dedi bizga. Ana hadi dedi. Bitta urmasa haydamaydi bu cho'chqa. Chunki bu dunyodagi eng zo'r cho'chqa kelsa juda ham yaxshi bo'ladi. O'zi gapirdi. Men dunyodagi eng zo'r cho'chqaman dedi bu. Barakalla. So'maysizmi? Nimaga buni qo'ydim? Buni ko'paytirib olish kerak. Yesami? Ha, bu sabzi edi. Esimdan chiqib ketibdi, cho'chqajon. Sabzi chiqsa jon deb berardim, lekin sabzi yo'q. Endi biz juda ko'p blok to'playmiz va videoni yo'qamiz. Qolaman xato ortiq, juda ko'p blok oldim. Va mana buni qaraydi. Yo'qoch va bu yer. Aytmasa ham bo'ladi. Firma. Endi biz bu yerda kattalashtiramiz. Hozir juda shovqinli bo'lyapti. Sizlarga eshitilyaptimi yo'q va men buni bilmayman. O'tga qursa ham bo'laveradi. Ozgina kattalashtiramiz va uyda kursni boshlaymiz. Va keyin firma bor hali. Va yana ko'proq yo'q. Ozgina yig'amiz, ko'proq emas. Bu blok bizga umuman kerak edi. Shunda ham olib qo'yaveramiz. Yerga ikkitasi yetar menimcha. Cho'chqa bizga kerak edi. Shunda ham turamiz. Shunda ham yuraversin. Endi uyni qurishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib uy qayerda bo'ladi? Mana shu yerdan bo'ladi. Mana takni baribir ham biz yog'ochdan qo'yamiz. Juda katta bo'lmaydi, yana bitta bo'lib qo'yamiz bo'ldi. Endi botga bitta. Va shunday qilib figurasini quramiz. Va endi men shuncha yog'och yig'andim mana. Endi biz buni bu yerda quramiz. Uyimni keyinroq obzor qilaman o'zim. Juda ko'p bular fenslar. Albatta bilmayman fens deya qo'laman. O'zbekistonda uncha bilmayman. Kanalga obuna bo'l deganman boshida. Men sizga, lekin sizlar aniq obuna bo'lmagansizlar. Chunki sizlar yo'q, men sizlarga kod demayman. Yaxshilikka yomonlikmi? Bu adolatsizlik. Shunday odamlarga kod degim keladi. Shuncha mehnatini qadrlamaydi, hech bo'lmasa komment ham yozmaydi. Faqat sizlar esa obuna bo'lmaysizlar. Obuna bo'l deb aytsam ham obuna bo'lmaysizlar. Chunki sizlar kodsizlar. Agar kod bo'lishni istamasangiz kanalga obuna bo'ling.
Gaplarni eshityapsizmi? Hozirgina men nima dedim? Deb turaverasiz. Eshitmay qoldim. Unday bo'lmang. Siz yaxshi odam bo'ling. Faqat yaxshi odamlar ko'pina bo'lsin. Bittasi bilan qo'shakka boqdi. Yo'q, chiqib ketma. Ketib qoldi. Kut. Men shuni bilaman. U kut. Faqat kutini himoya qiladi, boshqa joyni himoya qilmaydi. Bittagina. Endi nima qilamiz? Atiga bittaga yozib bordi. Bo'ldi. Endi esa biz xabarlarni olib kelishimiz kerak. Sandiqimizda bu kerak bo'ladi. Shuncha yog'och bor ekan, men shuncha mehnat qilib yuribman, topib olmadim. Ammo ular allaqachon o'tib ketdi. Ke. Hozir yomon aldingiz buni. To'g'risanmi? Ke. Bir-birdan ke, bittadan. Yo'q, bo'lmasa tushib ketasan. Qani ke. Ke. Qo'shib bo'lib ketdi. Qani ke. Ya. Ke bo'l. Zo'rg'a. Ben sizlarni aldadim. To'xta, bu yerda ham qo'yib bor ekan. Ki, bittadan keladilar. Ya ahmoqsizlar. Hozir o'lib qoladi bu posta emasga. Bolki. Ke bitta. Hozir o'ldirib tashlayman-ku seni. Keyin ko'rasan. Hayır, bu yerdan yugurib chiqamiz hozir. Ke bitta. Hozir bittan o'lasizlar shu yerda. Ke. Eshikni buzishimiz kerak. Bol, buzil. Bizga faqat qo'yni o'zi yetadi. Chiqadi bittadan, bo'lmasa ovqat yo'q. Va men endi bularni fermaga olib chiqaman. Va biz shu joyda videoni to'xtatib, kanalga obuna bo'ling. Yo'qsa aytganimdek faqat men shuncha mehnat qilyapman, obuna bo'lmaysiz. Ular esa meni qurshab olishgan. Ular hozir meni o'ldirib tashlaydi. Qo'lingni ko'tar deyapti. Ovqat ber deyapti. Ovqat bo'lyapti bular. O'zidan o'lib ketdi. Xullas shu joyda videoni tugadi. Hammaga xayr. Boshqa aytgandek, kanalga obuna bo'l. Ikkinchi qism bo'lmaydi. Ko'tingni tort. Bo'lmasa boshqa narsa bo'ladi. Torttiringlar. Mayli, hammaga xayr.